Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu qatimda haftalik istiqlol xabarlari programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Ma'rif jamiyatida oylik suhbat yig'ini o'tkazildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati har oyning 1-juma kuni o'tkazib kelayotgan oylik suhbat uchrashishining bu oyligi 3-dekabr juma kuni o'tkazildi. Juma kuni o'tkazib kelayotgan oylik suhbat uchrashishining bu oyligi 3-dekabr juma kuni kech soat 7 da jamiyatning chopi markazida o'tkazildi. Suhbat yig'iniga Istanbulda yashayotgan nurg'un qarindoshlar qatnashdi. Suhbatga Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati muavin raisi Musajan Ar riyosatchilik qildi. Yig'in jamiyatning Safakoy sho'ba mas'uli Anvar Qarimning Qur'on tilovat qilishi bilan boshlandi. Keyin Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining bosh noziri Abdul Hakimxon Maqsumajim bu qatimqi oylik suhbatda dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan, shu qatorda Sharq Turkiston musulmonlarining engida ochiq oydinlashmagan xilofat masalasi to'g'riliq Qur'on va hadisda ishlatilgan xalifa va xilofat degan so'zning ufqumi haqida tafsili to'xtalganligini bildirib, vaqt munosabati bilan temaning muqaddimasi sifatida islom dinining hayot tasavvuri haqida to'xtaldi. U so'zida yer shariga inson yaratilgandan boshlab hozirga qadar yer sharida yashayotgan insonlar o'ngchillik va so'lchillikdan iborat ikki xil iqimdan xoli bo'la olmadi. Mushu o'ngchillik va so'lchillikdan iborat ikki turli iqimni isloh qilib, o'ttiridagi eng parlaq yo'lni ko'rsatib berish uchun Alloh taolo payg'ambar avatdi va kitob nozil qildi. Islom dini mana bu maqsadda maydonga keldi dedi va uning tafsilotida to'xtaldi. Shunaqla xilofat haqida kelarki oylik suhbatda to'xtalganligini bildirib, so'zini oxirlashtirdi. Biz insonlarga aql, ilmni berish orqali insonning eng sharafli maxluq. Alloh tarafdan dunyoga yaratilgan maxluqning ichidan sizlar eng ulug' deylik. Yani boshqa oyatlar yer şerideki bütün nesini sizin menfaatiniz için yaratmadık dedik. Ve Allah'ın laqad kerremna bani Adem deyişlerim. Yer şerideki bütün nesini insaniyetine hizmet için yaratmadık degenin manası sen özeni bunda taşlap atmaya. Özen nem kılız har kılıp. Sen esli şereflik, izzetlik, bütün yer şerideki hem nesin sana hizmet kılışı lazım. Özenin ordunu tanımavatısın. Kaddını tik tut, özanın ki orununu bil. Degen mezmundan köp degen ayetler gereklik. Keyin jamoat arbobi Abdulqodir Yapjan Sharq Turkistonda yuz bergan yaqinqi fojialarning bir qismi bo'lgan Qashqar 9 voqeasi, Yakan voqeasi va Xotan Keriyadagi homila qatliamlari haqida to'xtaldi. Shundaqla do'st dushmanni ayirish haqida tafsiliy to'xtaldi. Suhbatning tafsilotini to'rimizning munosabatlik bo'limidan tafsiliy ko'rib olasizlar. Dep tel kılıp biz nimigi duş kilovatimiz biz kandak kılışımız gerek dep yaşamsa ya eşlimin köyme bir şey yolda gidip bakan ya Arapçı ya Peşton ya ki başkası yapıp şunun gibi işini bağımsa sen nerede olsan doğru işensen buldu hak işensen oldu Mahıttayı karşı turuşun özü Şarkı Türkistan Müslümanları için Türkül dünya Müslümanları için Türkül insanlık için hakikatçı ama hak hakkın özü o. Yani ötmüştü hata, bugün hata, kilecek hata olap kalmaydı. San Francisco'daki Xitoy konsulxonasi hujumga uchradi. Xitoyning San Francisco'da turishliq elchixonasi 1-yanvar kechda kuydiruvchi moddalar bilan hujumga uchradi. Xitoyning San Francisco'da turishliq elchixonasi 2-yanvar payshanba kuni konsulxonaning 1-yanvar kechda kuydiruvchi moddalar bilan hujumga uchraganligini e'lon qildi va Amerika hukumatidan konsulxonadagi diplomatiya xodimlarining qo'g'dilishini talab qildi. Hujumga uchragan Xitoy elchisining ilgari surishicha, chorshanba kuni kech sirtda to'xtatib qo'yilgan bir mashinadan bir kishi 2 bak benzinni ko'tarib tushgan va konsulxonaning oldi eshigiga qaratib benzinni chashgandan keyin o't qo'yayotgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, voqeadan keyin San Fransiskoning amonlik saqlash soqchilari va o't o'chirish xodimlari voqea maydoniga yetib kelgan. Xitoy elchisi voqeani nihoyat razil xarakterlik buzg'unchilik deb ifodalab, Xitoy konsulxonasi binosining qattiq ziyonga uchraganligini,
konsulxona mas'ullari va konsulxonaga yaqin o'ltiraqlashgan yerliklarning omonligining xatarga yo'liqqanligini ilgari surgan va Amerika hukumatidan voqea haqida darhol tekshirish elib berishini talab qilgan. Hujumga uchragan Xitoy konsulxonasi so'zchisi konsulxonaga o't qo'yilishidan ilgari bir kishining kichik bir yuk mashinani konsulxona oldiga to'xtatib, 2 bak benzin bilan mashinadan tushganligini va benzinni konsulxona oldi eshigiga chechib o't qo'yayotganligini ilgari surgandan boshqa hujum qiluvchining er yoki ayol ekanligi, nima muddaosi borligi haqida hech qanday ma'lumot bermagan. Misr Tashqi ishlar ministrligi Sharq Turkistonda yuz bergan hujumlarga qarshi Beijing bilan bir safda turadiganligini ta'kidladi. Qonunsiz hokimiyatga chiqib olgan hozirgi Misr hokimiyatining Tashqi ishlar ministrligi 4-yanvar shanba kuni e'lon qilgan bayonotida Misrning Xitoy tajovuzchilari bilan bir safda turadiganligini bildirdi. Al-Ahram to'rining xabar qilishicha, Misr Tashqi ishlar ministrligi Sharq Turkistonda yuz bergan 30-dekabr kunidagi Xitoy soqchi idorasining hujumga uchrash voqeasini ayblagan. Qonunsiz hokimiyatga chiqib olgan hozirgi Misr hokimiyatining Tashqi ishlar ministrligi 4-yanvar shanba kuni e'lon qilgan bayonotida Misrning oxirgi kunlarda Xitoy hukumatiga qarshi Sharq Turkistonda yuz bergan atalmish zo'ravonlik voqealarida musibatga uchragan Xitoy doiralari soqchilarining oila tabobiatlariga hissdoshlik qilganligini uqtirgan. Tashqi ishlar ministrligi yana Misr va Misr xalqining Xitoy hukumati va Xitoy xalqi bilan birga bir safda turib, atalmish terrorizm va radikallikka qarshi turadiganligini ta'kidlagan. Xalq saylim bilan hokimiyatga kelgan qonunliq rais Muhammad Mursini harbiy inqilob orqali og'dirib tashlagan va tinch yo'li bilan namoyish qilib, o'zining haq-huquqini talab qilgan namoyishchi xalqni o'qqa tutib, qonliq bostirgan Misr harbiy inqilob hokimiyatini qo'llab kelgan Xitoy doiralari navbatda haq-huquqini talab qilgan musulmonlarni atalmish terrorizm va radikallik qalqini ostida qonliq bostirish maqsadida hamkorlik o'rnatmoqda. Chiriklashgan Xitoy kommunist doiralarining abdi basharasi oshkorlanmoqda. Xitoyda 2013-yil yanvardan noyabrgacha 37 ming nafar rasmiy hukumat mas'ullarining 27 mingdan ortiq buzuqchilik, poraxo'rlik va huquqini qalaymaqon ishiltish masalalariga chetishlik jinoyati oshkor bo'ldi. Ideya ko'z qarashining sofligini da'vo qilib kelgan Xitoy kommunist hokimiyatining naqadar chiriklashgan hokimiyat ekanligi xalqaroga yana bir qatim oshkor bo'ldi. Xitoy rasmiy axborot vositalarining 5-yanvar yakshanba kuni xabar qilishicha, Xitoyda 2013-yili yanvar oyidan noyabr oyigacha bo'lgan oralikda 37 ming nafar rasmiy hukumat mas'ullarining 27 mingdan ortiq buzuqchilik, poraxo'rlik, huquqidan foydalanish masalalariga chetishlik chiqqanligi oshkor bo'lgan. Xitoy yangi axborot agentligining e'lon qilishicha, asli 27236 dona bo'lgan ochiq arxivdan xalqni 670 million yevro ziyonga uchratgan. Ya'ni Xitoy kommunist hokimiyati amaldorlari xalqdan bir yilga to'shmagan vaqt ichida 670 million yevro pora olgan. Yana kelib bu faqat oshkorlanib qolganlarla bo'lib, oshkorlanmagani bu raqamdan necha hassa ortiq ekanligi jazm qilinmoqda. Xitoy katta boshlaridan biri bo'lgan Gao Jianmingning o'tgan yili parlament oldida e'lon qilishicha, 2013-yil yanvar oyidan avgust oyigacha bo'lgan oralikda 200 ming nafar hukumat mas'ullari ustidan buzuqchilik shubhasi bilan tekshirish elib berilganda 148.931 kadr, ya'ni %99% dan ortiq Xitoy kommunist hokimiyati kadrlari pora elish va boshqa o'xshash bo'lmagan huquqidan shaxsiy foydalanish jinoyatlari bilan shug'ullangan. Xitoyda 4 nafar doktorxona mas'ulining bovoq setish tijorati bilan shug'ullanganligi oshkorlandi. Xitoyning sharqiy shimoliga joylashgan bir doktorxonaning sobiq 4 nafar mas'uli yangi tug'ilgan bovoqlarni setish tijoratiga chetishlik chiqdi. Ona axborot agentligining xabar qilishicha, Xitoyning sharqiy shimoliga joylashgan bir doktorxonaning sobiq 4 nafar mas'uli yangi tug'ilgan bovoqlarni setish tijoratiga chetishlik chiqqan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Shanxi o'lkasidagi bir doktorxonaning sobiq 4 nafar mas'ulining mas'uliyatsizligidan mazkur doktorxonada 7 nafar yangi tug'ilgan bola shu doktorxonaning tug'ut doktori tarafidan setib etilgan. 7 nafar bovoqning setib etilishini keltirib chiqargan mazkur 4 mas'ulning biri Fobing rayonlik bolalar salomatligini qo'g'dash va onalik burchini ado qilish doktorxonasining ayol boshlig'i. Yana biri mazkur doktorxonaning sobiq muavin boshlig'i. Yana biri tug'ut qismining sobiq mudiri. 4-inchisi kasallar xizmat bo'limining sobiq idorachisi ekan. Xabardan qaraganda mazkur 4 nafar mas'ulning ko'z yumishi bilan shu doktorxonadagi doktor Chang 7 nafar yangi tug'ilgan bovoqni odam sotadigan tijoratchilarga setib bergan.
İgilnişe atalmış çeliklikka qarşı turuş islohati elib berayotgan Xitoy doiralari mazkur doktorlarning doktorxonada tug'ilgan bovaqlarni setib etish jinoyatiga qarata ularni doktorxonadagi xizmatidan qoldirib o'tgandan boshqa hech qanday jazo bermagan. Yangi yildan keyin Sharq Turkistonda e'lon qilingan tahdid uqtirishlari. Xitoy doiralari Sharq Turkiston xalqining milliy an'anasi, diniy e'tiqodi va kishilik huquqiga eng og'ir darajada yo'lsizlik qilmoqda. İchki islohot shuarlari ostida yo'lsizlikni ayblayotgan Xitoy doiralari Sharq Turkiston xalqining milliy an'anasi, diniy e'tiqodi va kishilik huquqiga eng og'ir darajada yo'lsizlik qilmoqda. İjtimoiy uchur aloqa vositasi Facebookda 6 yanvar dushanba kuni kech tarqalgan bir qator uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistondagi bir qism maktablarning ayol o'qituvchilariga qaratilgan yog'liq ortish cheklamasi kuchaytirilgan. Yangi yil kelgandan keyin Sharq Turkistonning bir qism joylarida elib berilgan tahdidlik uqtirishlar haqida noroziligini ifodalagan ba'zi kishilar ijtimoiy uchur aloqa vositasi Facebook orqali navbatda duch kelayotgan ba'zi yo'lsizliklarni oshkorlagan. Xotan Qarqash noyasidagi bir oddiy o'qituvchining ilgari surishicha, Xitoy doiralari yaqinqi yillarda har qaysi maktablarni yeziga o'tkazib berish to'lqini qo'zg'ab, yezidagi maktablarni bir qism ma'rifni tushunmaydigan boshliqlarning boshqarishiga o'tkazib berish orqali maktabdagi Uyg'ur o'qituvchilarga har xil alvon siyliqlarni selib, ularni atalmish 100 kunlik maydon faoliyatiga qatnashish nomi ostida har maktabdan 10 ga yaqin o'qituvchini har yili boshqa yerlarda usul o'ynashga majburlagan. Mazkur o'qituvchi yana u o'qituvchilarning usul o'ynashni rad qilganda, mazkur boshliqlarning sizlarni bizga o'tkazib berdi. Usulga qatnashmasanglar maoshinglarni tutib qolamiz degandek tahdidlarga duch kelganligini va shu o'qituvchilarning sinipi darsi tashlanib qilib, mavsum oxirida natijang to'van deb jazolanganligini uqtirgan. Yana bir uchurda mundaq ma'lumot berilgan. Noyidagi ma'lum bir to'liqsiz o'ttir maktabda bir faoliyat o'rnashtirilgan bo'lib, maktab mudiri o'qituvchilarni tuzib qo'yilgan to'xtamnomiga qo'l qo'yg'izgan. Uchurda ma'lum bo'lishicha, mazkur to'xtamnomining mazmuni ayol o'qituvchilarning maktabda yog'liq ortishi cheklangan va ularning oila tabiatlarining Saudiya Arabistonga hajga berishi chekilanish bilan birga urug' tuqqanlarni diniy tus olgan kiyimlarni kiyishdan to'sish kerak ekan. Yana bir uchurda ilgari surilishicha, Shoyar noyalik 1-o'ttir maktab o'quvchilari orasida yog'liq chekkan qiz o'quvchi bayqalganligi uchun mazkur maktabning mudiri Turg'un Mamtimin bilan o'qitish ishlariga mas'ul muavin mudir Mehrigul Sattarlar mudirlik salohiyatidan elib tashlanishga qaror qilingan. İlgari Urumchidagi bir maktabda o'quvchilarning do'ppi kiyish chekilinib, qattiq qarishliklar maydonga kelgandan keyin mazkur do'ppi voqeasi hal qilingan edi. Amdilikda yog'liq voqeasi avj olmoqda. Xitoy doiralari Sharq Turkistondagi maktablarning Uyg'ur o'qituvchilarini har xil usullar bilan besimga elish orqali ularni maktabdan siqib chiqarib, o'rniga ichkaridan kelgan ma'arif saviyasi yo'q Xitoy ko'chmanlarini o'rnashtirmoqda. Aqsu Uchturpandagi Kalkun ofatida ziyonga uchragan Uyg'urlar hozirgacha uy makonsiz yashashga majbur bo'lmoqda. Xitoy doiralari o'tgan yil 6-oyning 18-kuni yuz bergan Kalkun ofatiga 6 oydan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa-mu, ziyonga uchragan dehqon xalqimizga hozirgacha suv va tokni ulab bermagan. O'tgan yili 6-oyning 18-kuni vatanimizning Aqsu viloyati Uchturpan nahiyasida Kalkun ofati yuz berib, %50%dan ko'proq uylarni suv besib ketgan. 20%dan ortiq uy o'rilib tushgan edi. 2014-yili 8-yanvar chorshanba kuni ijtimoiy uchur aloqa vositasi Facebook va boshqa Uyg'urcha taratqularda tarqalgan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, o'tgan yili 6-oyning 18-kuni yuz bergan Kalkun ofatidan 6 oydan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa-mu, Xitoy doiralari Kalkundan keyinli uzib tashlagan suv va tokni hozirgacha ichib bermagan bo'lib, hozir mazkur yezdagi dehqonlar ma'naviy uzuq ocharchiligiga duch kelgandek, yemak-ichmak va moddiy uzuq qahatchiligini ham beshidan kechirmoqda ekan. Uchurda ma'lum bo'lishicha, mazkur yezdagi Uyg'ur aholisining ahvoli nihoyat og'ir bo'lib, nurg'un oila talada qolgan. Kalkun sababli tok stolbisi o'rilib ketgachga, ular hozirgacha tok va suvdan ta'minlanolmagan. Shundaqla Aqsu Uchturpan yo'li bir qancha qatim Kalkun ofatiga uchrab, nurg'un ko'vriklar buzilib ketgan va yo'lning qirlari bo'shab ketib, qatnash hodislari ko'payib, odam o'lish ahvollari ham yuz bergan. Ichkaridan o'tkab kelingan ko'chman Xitoylarning o'ltiraqlashishi uchun qavat-qavat yurishlashgan uylar selinayotgan siyosat ostida vatanning asli egalari bo'lgan Sharq Turkiston xalqi hozirgacha ibtidoiy usul bilan selingan to'pa loy uylarda yashashga majburlanayotdi. Ko'chman Xitoylarning bayoshat turmush kechirishi uchun tok, suv va boshqa turmushda ehtiyojli barliq narsalarga qattiq ahamiyat berilib, shart-sharoit hozirlanayotgan Sharq Turkistonda shuncha mo'l boyliqning asli egasi bo'lgan Sharq Turkiston xalqining
turmuş sharoitiga e'tiborsiz qaralmoqda. Ichkiridagi Uyg'ur tijoratchilari bilan Xitoy shahar boshqaruvchilari o'rtasida voqea chiqdi. Yangi yilning birinchi kuni ichkiridagi mollari musodara qilingan Uyg'ur tijoratchilari bilan Xitoy shahar boshqaruvchilari o'rtasida to'qinish yuz berdi. Yangi yilning birinchi kuni ichkiridagi mollari musodara qilingan Uyg'ur tijoratchilari bilan Xitoy shahar boshqaruvchilari o'rtasida to'qinish yuz bergan. Uyg'ur bizorining 6 yanvar xabar qilishicha, 2014-yili 1-oyning 1-kuni Guangxi Guilin shahri Jingyang piyodalar ko'chasidagi Uyg'ur tijoratchilari bilan shahar boshqaruvchilari o'rtasida to'qinish yuz bergan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, to'qinish yuz bergan yerga yuzlarcha omma to'plangan. Ko'chada yayma do'kon ochganlarni qonunsiz deb cheklash jarayonida Uyg'ur tijoratchilarining mollarini musodara qilganligi sababli kelib chiqqan. Xabarda yo'llangan naq maydon suratlariga qaraganda, Uyg'urlarga oid nurg'un yayma do'konlari buzib o'tilgan. Bir qancha Uyg'ur tijoratchilari bozor boshqaruvchi xodimlarining bu qilmishiga qarshi turgan. Shahar boshqaruvchi xodimlari hamisha ularning belini musodara qilib ketadigan. Xabarda yana shahar boshqaruvchilari kelganda Uyg'ur yoymachilarining darhol o'zini chatga oldiganligi, ba'zi bo'ron chiqqan vaqtlardami ularning shu yerlarda turib quruq mal sotadiganligi bildirilgan. Sharq Turkistonga turkumlab yo'tkilayotgan Xitoy ko'chmanlari uchun Sharq Turkistonning har yerlarida atalmish Millatlar Ittifoqi nomi ostida yeshil chiroq yondirib, barliq sharoitlarni hozirlayotgan, shundaqla texnik ko'p Xitoylarni yerlashtirish uchun ichkiridagi xalqiga, Sharq Turkistonga yerlashuvchilarga har xil e'tibor berish siyosatlari yurgizayotganligini hadab tashviq qilayotgan Xitoy tajovuzchilari ichkiridagi bir qancha yuz Uyg'urning ushshoq yayma tijoratlari bilan shug'ullanishiga muchidamasdan ularni har xil bahonalar bilan siqib chiqarishga urinmoqda. Shundaqla buning bilan qolmasdan Uyg'urlarni Xitoy xalqiga sat ko'rsatish uchun butun tashviqot vositalarida Uyg'urlardan hazar aylishi kerakligini, ularning o'g'ri yanchiqchi kishilar ekanligini chalvaqab to'xtamay tashviq qilmoqda. Qashqar Yangi shaharda 150 ga yaqin Uyg'ur o'qituvchi ishdan bo'shatildi. Qashqar Yangi shahar noyasidagi yezi o'ttir boshlang'ich maktablarida to'xtamliq ishlayotgan 150 ga yaqin Uyg'ur o'qituvchilar xizmat o'rnidan haydaldi. Ishg'ol ostidagi Sharq Turkiston ma'arifini qattiq kontrol qilayotgan va xitoylashtirishga izchil tirishayotgan Xitoy doiralari har qaysi maktablardagi Uyg'ur o'qituvchilarini har xil bahonalar bilan siqib chiqarib, o'rniga Xitoy ko'chmanlarini yerlashtirishga kuchmoqda. Uyg'ur bizorining 6 yanvar kuni xabar qilishicha, Qashqar Yangi shahar noyasida 150 ga yaqin yezi o'ttir boshlang'ich maktablarida to'xtamliq dars berayotgan Uyg'ur o'qituvchilar xizmat o'rnidan ayrilishga majbur qilingan. Xabardan qaraganda, ularning ko'p qismi 20 necha yildan buyon yollab ishlatilgan bo'lib, tarixdagi eng yuqori maoshi aron 110 yuan bo'lgan. Yangi shahar noyalik atalmish ma'rif idorasining ichki qismidagi Qashqar viloyati yezi o'ttir boshlang'ich maktablaridagi to'xtamliq dars o'tadigan o'qituvchilarni statistikalar jadvalida Yangi shahar noyasida yaqinda ishdan boshlagan 150 ga yaqin to'xtamliq dars o'tkichi o'qituvchilarga aloqador uchurlar oshkorlangan. Mazkur jadvalda ma'lum bo'lishicha, bu o'qituvchilar 2012-yili 12-oyda uqtirish chiqarilib, rasmiy ishdan boshlagan. Qudus televiziyasida Sharq Turkistonning tabiiy boyligi va Xitoyning energiya ehtiyoji temasida suhbat o'tkazildi. Istiqlol markazimiz 2013-yil 26-dekabrdan boshlab har haftaning chorshanba kuni Turkiya vaqti kech soat 8 dan 10 gacha Qudus televiziyasida Sharq Turkiston masalasini kun tartibga elib kelgandan buyon programmalar unumli shaklda davom qilmoqda. Sharq Turkiston Istiqlol tashviqot markazi 2013-yil 26-dekabrdan boshlab har haftaning chorshanba kuni Turkiya vaqti kech soat 8 dan 10 gacha Qudus televiziyasida Sharq Turkiston masalasini kun tartibga elib kelgandan buyon programmalar nihoyat yaxshi shaklda davom qilmoqda. Bu qatimliq suhbat programmasi 8 yanvar chorshanba kuni Sharq Turkistonning tabiiy boyligi va Xitoyning energiya ehtiyoji degan temada elib berildi. Programmaga Istiqlol tashviqot markazimizning Turk riyosatchisi Mustafa Uzun riyosatchilik qildi. Bu qatimliq programmaga Turkiya radio televiziyasining programma ishlovchisi Doktor Dotsent Abdulhamid Avshar apandi taklif qilingan bo'lib, programma Sharq Turkistonning tabiiy boyliklari va Xitoyning energiya ehtiyoji temasi ostida elib berildi. Programmaning tafsilotini to'rimizning munosabatlik bo'limidan ko'rib olishinglarni tavsiya qilamiz. Bir şekilde kıpırdanmaya başladı. Bir şeyler söylüyorlar. Şimdi bir takım teşkilatlar orada kuruldu biliyorsunuz. Yani işte Çin insan hakları, demokrasi diye bir takım işte özellikle Tibet bağlamında Doğu Türkistan'a zaman zaman şey yapıyorlar. Çin'e şeyler veriliyor. Diyor ki sen Rabia Kadirlerin falan herhalde bazı şeyler. Yani var. Şeyler yapılıyor. Diyor ki sen işte insan haklarına şey yapıyorsun. Böyle işte böyledir, böyledir. Ama tabii arttaki şey Çin'de pazarlık gücünü arttırmak. Tabii.
Hürmetli televizyon görgüçler, şunun bilen bu qatımlıq haftalik istiqlal xabarları programımız muş yerde ahırlaştı. Kelar qatımqı programımızı görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırımız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.